Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 26-iyun sanasida bog'imizdagi yana bir yangi uzum navini ko'rsatmoqchiman. Bu hali pishmagan, bu kech pishar nav. Hali g'o'ra donlari. Bu navimizning nomi Buba. Inshaalloh hozirgi ko'rinishi, holati Husaynidan 2 barobar yirikka o'xshab ketibdi. Inshaalloh bu pishdiki bundan ham bahaybat uzum navi bo'ladi. Bu navimiz kech pishar nav. Viktor Mixaylovich Kaluginni navi hisoblanadi. Bu gibridnaya forma. Ya'ni ikkita navni chatishtirish yo'li bilan olingan nav. Donlari o'ta yirik, hali bu xom g'o'ra. Xom g'o'rasi Husaynidan anchagina yirik. Mana shu holatda. Pishdiki bu juda bahaybat uzum navi bo'ladi. Inshaalloh pishdiki kuzatishni davom etsalaringiz, pishganlarini ham ko'rsatib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.